boshlaymiz endi. Mashinasini taqib oldim. Mashina bir haydab ko'raycha. Qanday? Ish qurolning soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar dedi. Assalomu alaykum. O'zi yaqinda ko'rib turgan qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar, tanjonlaring sog'mi? Mana kunlarimiz isib ketdi. Odam bir maza qilib tashqarida yuradigan havolar bo'lyapti. Xo'p, hurmatli obunachilar, bugun bozorga bordim. O'zimizda Yozyovonda chorshanba bozor. Har chorshanba katta bozor bo'ladi. Jahon bozori dedi-yu. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida bugun juda katta bozor bo'ldi. Endi bozorga Namangan, Andijon, Farg'ona, juda ko'p joylardan, Qo'qonlardan savdogarlar keladi, oluvchilar keladi, mol oluvchilar, qo'y sotuvchilar, shunaqa kiyim-kechak sotuvchilar hamma keladi. Biz ham bugun bozorga borib, uyimga bir ish qurol oldim. Endi Rossiya Federatsiyasida yurganlar yaxshi biladi, ko'p niyat qilib yurgan insonlar ham bor. Uyga borsam, ponni uyga kerak bo'ladigan instrumentlar olaman deb, yo'qsa olib qo'ygan insonlar ham bo'lishi mumkin. Bugun men o'tiradigan oldim. Obunachilar, o'z kameramizni o'zaro qilaman. O't o'radigan oldim mana. Sizlarga qisqacha obzor qilib beraman. To'g'radigan mana. Bu betingizga shashlab ketmasligi uchun qo'yilgan ekan bu shishchalari. Böyle arzoni ham bor ekan, zo'ri ham bor ekan. Mana shuni oldim. Bismillahirrohmanirrohim. Endi buni sekin ochamiz endi obunachilar. Sizlar bilan birgalikda sekin ochib ko'ramiz. Nima mahorati bor ekan. Xo'p. Mana. Obunachilar. Sekin yonboshlatamiz. Yonboshlatib sizlarga ko'rsataman. Xo'p. Mana. Bitta gaz bo'lsa kerak yo pasosimi. Onu tortib yurizadigan anaqasi bor. Mana aka uyga turasini qo'yib qo'yibdi, uyga cho'pini. Lekin benzin quyiladi. Benzin bilan 1 litr benzinga 50 gram avtol aralashtirilgan ekan. Mana shlankalar mana ko'rayotgan bo'lsalaring. Shlankalari. Turishi. Birinchidan o'q ketgan. Borib keyin mana uni aylantiradi. Xo'p, bu yerda mana o'chiradigani bor ekan, yoqadigani bor ekan. Mana gaz ekan mana. Uni yozib turib, beksiz. Shuna bo'lar ekan. Buni xohlagancha siz to'laverasiz aqabaqa. Bu yerda hozir 3 ta nasatkasi bor, shuni ham hozir yechib sizlarga ko'rsataman. Yerga qo'ymadim, tepaga qo'ydim, shtobi bemalol ko'ringlar deb. Mana engashilmaydi. Xo'p, buni yechamiz obunachilar. Bu yechiladi. Bu o'ziniki mana. Allah. Xatirayapman. Mana bu teskari ishlaydigan obunachilar. Teskari buralish kerak ekan bu. Mana obunachilar. Bu o't o'radigani. Shtob yerga tegib qolmasligi uchun mana bunaqa narsasi bor ekan mana. Ko'rasizlar? Mana ularni o'tlarni mayda uzib tashlar ekan. Men endi bunga qoniqmadim. Bu ikkitalikka qoniqmadim. Отдельный sotar ekan. Bolaga o'tlarni shuna qo'yasiz, maydalab olar ekan, lekin ketmoni chopgandan qilib maydalab olar ekan. O'shuning uchun mana shunaqa spesialnisidan oldim. Endi bu bilan farqi bor-da. Mana o'ziniki. Mana отдельный sotilar ekan. 25 mingdan sotyapti mana shu. Xo'p, mana yog'imiz ham bor, obunachilar. O'shanga qo'shiladigan yog' 1 litrga 50 gram qo'shar ekansiz. Qolaversa bu yerda instrumentlar ham bor, boshqa instrumentlar ham bor. Sekin ochib ko'rsataman. Bu tomonda qangi kulishlar ham bor ekan. Mana 10 kilochi bor ekan, 10 bilan 8 ekan. Mana bu bo'shatadigan mana joydan bo'shatadigan kulishlar ham bor ekan, mana uzunroqdan. Mana suyuchi kulish bor ekan. Mana xatiradigan narsalar ham bor ekan.
Xullas, obunachilar mana shuni hammasini, mana shular bilan hammasini 600 ming so'mga oldim. Xo'p, endi manasi o't o'rgan obunachilar. 3 tasini bittaga qatirib qo'ygan ekan, bu o't o'radigani. O't tutib yormaydi, tekis qilib o'radi. Mana ham o't o'radigani obunachilar. Bundan ham zo'ri bor ekan, o'sha kuzgi kunlarida bemalol g'o'zapoya o'rsalar ham bo'lar ekan. O't ham o'rsalar ham bo'lar ekan. O'tni bunda tutib yormas ekan, mana bunda. Masalan, sizga ochib ko'rsataman. Kamerani to'g'ri qaratib oling. Endi yaxshi ko'rinyaptimi? Kamera qo'yib gapiray. Bunda g'o'zapoyalarni o'rsa ham bo'lar ekan. Qishki kunlarda misol uchun g'o'zapoya paxtalar tez bo'lgandan keyin bemalol bunda g'o'zapoya o'rsa ham bo'lar ekan. Bundan kattalari ham bor ekan. Bemalol o'sha toshli joylarda ham o'rsa bo'lar ekan. G'o'zapoya aytib o'raverasiz. Qaranglar. Oldin ota-bobolarim faqat uradi o'rgan. Sekin-sekin o'zi texnika ham rivojlanib ketyapti. Men internetlarda ko'rganman. Bunga haligi bunaqa ko'ylakdan ham qilishib olibdi. Haligi bu narsa ekadigan o'zi yonni yumshatib ketgani, bu tepasiga moslamasi ham bor ekan. O'zimiz ham sotyapti. O'sha moslab olib turib, ba'zilar haydashyapti. Xo'p, endi obunachilar bizga manosi zaril. Manos. Chunki tashqarida ajriqlar bor, boshqalari bor. O'shalarda o'rgani. Buni hozir sekin moslashga qo'yamiz. Lekin jarayonni ham sizlarga sekin ko'rsatib beraman. Bitta qatiradiganlari bor. Qorni kampilik bo'lar ekan. Kulchi ham bor. Bu qanaqa targa endi bu? Kichkinasiga mana qo'yilishi kerak menimcha. Sizlarga ko'rsatib boray-a. Mana bunday qo'yilar ekan. Mana. Bunday bo'lar ekan. Qo'yilgandan keyin mana mashina qo'yilishi kerak, ha? Keyin mana narsa qatiriladi. Bismillahirrohmanirrohim deb. Shu ketdi. Mana hamma narsa teskari qatiriladi deyman bulardan. Ha, to'g'ri. Ko'p joylarda o'zimda qatiriladi o'zi. Bunda teskari qatirilar ekan. Mana shunday qilib qatirib olamiz. Qatirib shu bilan kulish kerak ekan. Hozir qatirib olaylik-da. Obunachilar biz kichkinasini qatirib oldik. To'g'ri kelmadi. Kattasini qatirish kerak ekan. Buni yaltiradi. O'shanda qatdi. Bu kichkinasi boshqa aralarga, katta aralarga qo'yiladigan narsa ekan. Endi birinchi marta ishlatishim. Qatirib oldik mana cho'tka qilib. Xolasa bularni ishlatib ham ko'rsatamiz sizlarga. Endi haligi menga o'xshab xonadoniga olib qo'yadigan insonlar uchun obzor qilyapman. Xo'p, endi bezini tayyorlab olamiz. Obunachilar, endi bundan biz o'sha yarim litrlikka 1 litrlikka 50 mg bo'lgandan keyin biz hech bo'lmasa bir 25 yarim litrga 25 qilishimiz kerak. O'shuning uchun men 10 lik shpressdan foydalanaman. Bismillah. Böyle avtolanada shu tozalab turadi ichlarini ham. Hop, bitta 10 qo'yamiz. To'n qo'yganimizdan keyin yana bitta 10 qo'ydik, keyin 5 qo'yamiz. Shu bilan tayyor. Bismillah. Radiatorlar ham top-toza turadi, zo'r ishlaydi deyapti-yu. Maqtashyapti. Endi ota-bobolarim Aptolda foydalangan. O'sha sotadigan odamning gapiga kirmashindan oldim. 20 mg bo'ldi. Endi 5 gram totamiz. Besh gram totsak yarim litrga 25 mg bo'ldi. Ana. Endi buni sekin yopib qo'yamiz. Bu har doim ishlamaydi. Payt kelgan paytda uyingizda bor bemalol 1 soatiga 400 mg benzin ketar ekan. Hech qancha ketmaydi-da, bemalol
ishlasiz bo'laveradi. Endi bunga bezin qo'yamiz. Bezin. Bismillahirrohmanirrohim. Bir litrda apkatga qilingan, shu bo'lsa biz yarim litrda apkatga qilaylikchi. Ana. Yarim litrda apkatga qilamiz. Qolgan yo'q, o'ziga bo'laveradi. Yarim litrdan ko'proq ekan. Bu yarim litrni quyib ko'ramiz-da. Keyin qolganini sekin ko'ramiz, ha? Nima deyapti obunachilar? Mana shu joydan bezin quyilar ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Yarim litrni qo'yamiz. Yarim litrda apkatga qo'ysak, endi qonun bo'yicha 1 litr deyildi-yu, mana qolgan bezinni ham quyib ko'ramiz. Hozir mana shu ishlab olsinchi bitta. Qolganini ko'ramiz endi obunachilar. Obunachilar. Burada buraya böyle. Yerlere kapı olmazsa ana rakı gidiyor. Bana bir takım gidiyor. Beni birinci şartında doğrusu nasıl? Takodra boşlayalım. Kanayı bir yapma. Aşağıya bana. Tamamdır. Ye. Uç balık mı? Hop. Apkatkadan çıkarsan keyin sekin jarayonida tursa. Obunachilar boshladik bo'lmasa. Ish boshlaymiz endi. Ashuni taqib oldim. Ashuni bir haydab ko'raychi-a? Manday. Bismillahirrohmanirrohim. Buni qonni o'rib qo'ysak, keyin bitta dori septirib suv qo'yaveramiz-da. İki güya Yam adam, yam adam Bir bahu, bir sahra Yam adam, yam adam
oyog'i qo'l vujudlar bir netay Alloh tengil har xil oyog'i qo'l vujudlar bir netay Alloh tengil har xil bir kulmak bir daryo buyam odam buyam odam bir kulmak bir daryo buyam odam buyam odam Obunacha mana o'ram bo'ldi. Qaranglar. Insonni mushkulini oson qiladigan narsalarni o'ylab topishgan odamlarga rahmat. Nima dilaring? Ish qurolin soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deydi, haqiqatan to'g'ri mo'qaylar. Buni endi sekin gravelda yig'ishtirib olamizda. Cho'tki qilib. Yig'ishtirib olib turib, mana qo'ylarga beramiz. O'yta qo'y olganman, ikkita. Bolalari bilan. Sariq qo'y deydi, qo'y olganman. Joyda qilganman, ko'rgan bo'lsangiz ham kerak. Mana to'g'ri deyapti. Gap yo'q. Endi faqat parranda, faqat teplisa bilan emas-ku, ishimiz ham. Ikkita qo'y qilib qo'ysak, uyda bekor o'tlar bor. Tovuqlarga ham, qo'ylarga ham hammasiga yetadi. Naryoqda ham o'tlar bor. Mana shunaqa gap. Erinmay oddiy jaydari videolarimni tomosha qilib ko'rayotganlaring uchun, kuzatayotganlaring uchun hammalarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Birlarga umid bersin. Bu narsa kimlargadir bir oddiy holat bo'lib ko'rinadi, lekin bu yerda o'radigan bo'lsa 2-3 kun vaqtingiz ketadi-da. O'radigan bo'lsa 2-3 kun vaqtingiz ketadi. Bu narsani reklama qilayotgan joyim har bitta xonadonga kerak bu narsa. Chunki ertaga qachondir kun yoshlarda, qaraysizlar, qaraganda ikkita mol qilib qo'yay deysizlar, yoki ikkita qo'y qilib qo'yay deysizlar, qo'chqor boqasizlar, boshqa qilasizlar. Ana shunaqa narsada shunday mashina ko'tiga bitta irg'itasizlar. Dala tomonlarga borib bemalol dalada baland o'tlar turadi-ku, urib yotmaysiz, vazillatib urib turib choyshapga solib mashinasiga yuklab olib kelaverasiz. Lekin buni g'o'zapay uradigan kishi ham bor, ko'rsatib o'tdim. Unisi ham zo'r. Ekan ham ishli. Soatiga 400 gram benzin ichar ekan. Yarim litrda, yarim litr ichar ekan. Apetkadan chiqarib oldik. 1 soat yoniq turdi, oxiri o'chgandan keyin shu bilan benzinni quydik. Mana shunday sekin o'rdik. Endi ertaga bugun shuni tozalab qo'ysak, ertaga selliksa, sekin qo'ylarga beramiz-da. Chunki qo'ylarda ham bolachalari bor. Ikkita qizi bor, ikkita qo'ydi. Bittadan qizi bor. Endi qo'ydi bolasi qo'chqorim deydigan insonlar ham bor. Yo'q. Qizlari bor. Ana shunaqa. Nech pulga oldingiz deydigan insonlar ham bor. Ikkalasini yangi tuqqan ekan 10 million 800 mingga oldim soriq qo'ylarni. Birinchi tug'ish ekan. Ikkalasi ham sog'liq, bolalari ham. Ana shunaqa gap. Bo'lmasam, keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qilinglar.